ko'raylikchi nima gap. Populyarist yana bir she'rga qarshi tushdikmi deyman. 10-level ekan bu odam. Milliard populyarist bor ekan. Kim bu odam? Yani seryozni odamga qarshi tushibmiz bu safar. Koreys ekan, boshqa ekan. Yana qattiq jang qilamizmi deyman de. Tamam, mayli, biz janglarga rozimiz. 1500 kishimiz kiramiz. Akalar, hozir ID raqamimni yozaman. Biz bu odamga o'zimizni ko'rsatmasak bo'lmaydi. 635 53 14. ID raqamimni yozaman. Akalar, chiqib ketish yo'q, paddeshka qilmaymizmi? Nahotki raundni yutqizsa, akalar. Bu odam biz bilan qarama-qarshi urushadigan odamga o'xshaydi. Danatdir, ko'rinib turibdi, hamma narsasi bor, shedevrlari bor, unisi bor, bunisi bor, tamom, hammasi joyida. Lekin degan tomoni bor. Bizga qarshi chiqmoqchimi bu odam rostdan ham? Va bu odam chiqa oladi ham menimcha. Oxirida urush boshqasiga tayyorlansa kerak. Biz ham harakatimizda bo'laylik. Akalar, ID raqamni kommentariyaga zakrepleniya shundoq qilaman. Ketdi. Hozir sizlar bilan populyarnostga nimadirlar o'ynashni boshlaymiz.